Konnichiwa, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaponiyada ham sakuralarni gullatib oldik. Endi sakura haqida video olamiz bugun. Sakuraxon mana gulladilar. Va nihoyat o'zi ancha bo'ldi, bir haftacha bo'lib qoldi gullaganiga, lekin bir hafta yomg'ir yog'di. Shunga video ola olmadim. Bugun va nihoyat ob-havo zo'r. Bundan ham chiroyli joylarga borib ko'rsataman. Mana bo'lmasa ketdik Dayro bo'ylab, undan kattaroq bog'ga yana chiqamiz. Bu yerda juda chiroyli sakura gullagan. Ko'rsataman yo'l bo'yi hammasini. Aytgancha bugungi video velosipedda bo'ladi. Yo'llar parkgacha borishim velikda boraman. Va o'zimga velik sotib oldim. O'zim bir do'stimdan Tokiodan boshqa joyga ko'chib ketayotgan ekan, sotib ketdi menga. Ajoyib Bridgestone degan velik. Bu yoqda batareykasi bor, yurishi ancha tez. Yaxshi yuradi, batareykasi bor. Motorlik, yo'qda motori bor. Tepkaningizni og'irlikka qo'shib yumshoq bo'lib turadi, qanchalik tez bo'lsa ham. Shunaqa qilib aylanamiz. Sakura har yili mart oyining oxirgilarida, taxminan 28-kundan aprel 10-largacha davom etadi. Bugun aprel 3-kuni juda ham ajoyib sanada. Hozir hamma yer gullagan. Ajoyib manzara. Bizda xuddi bodom gullaganiga o'xshaydi. Daraxtlar ikkita tomonga ekilgan. Hammasi ko'lga qarab o'sgan, chiroyli bo'lib. Bitta gullab berishganda shunaqa manzara hosil bo'lgan. Sakura mana barglarni to'kishni ham boshlagan o'zi. Ko'lda oqib kelyapti. Bu yoqda ko'rinayotgan bo'lsa o'rdakchalar ham mazza qilib aylanib yurishdi. Sakura ko'rgani kelmoqchi bo'lsanglar, aniq bir vaqtini aytib bo'lmaydi qachonligini. Chunki o'tgan yili bir hafta oldin gullagan, bu yili bir hafta keyin gulladi. Qish juda ko'proq davom etdi. Hozir kecha ham o'zi juda sovuq edi, bugundan sal kun isitishi boshladi. Shunga sakura gullashdan keyin bilsa bo'ladi qachon kelishi. Buni taxminan aytish juda qiyin. Bu joyda daraxtlar bir-biriga ulanib ketay degan ekan. Ozgina 1 yoki 2 metr orasida joy bor.
Mana parkka ham yetib keldim. Hamma yoq juda chiroyli ochilgan. Tomosha qilib turibman. Soat hozir taxminan 11 atrofida. Hozir ko'l atrofi polni hammasi sakura. Hammasini aylanib chiqamiz. Ko'lni u tomonida bir tepalik bor, juda chiroyli, yam-yashil edi o'tgan yil kelganimda. Bu yil hali kelganim yo'q. Borib ko'ramiz uni ham. Hozircha manzarani tomosha qilib, Velikda keldim, ozgina charchab, dam olib turibman. Hamma ana u tegirmon tagida piknik qilgan. Bu yoqda bog'cha bolalari aylanib, hamma sakura ko'rgani kelgan. Bugun juma bo'lishiga qaramasdan dam olish kuni emas, lekin odam yetarli. Juda chiroyli joy, ha? Hamma Shveysariya deydi. Yaponiyada ham bunaqa joylar juda ko'p. Piknik qilib o'tirishibdi mana. Dam olib yotibdilar bu yoqda boboy. Mana bolachalar o'ynashyapti. Juda go'zal. Juda go'zal. Chiroyli gullardan ekib qo'yishibdi. Uylarga ekishadi o'zida. Ayniqsa bizda Namanganda gullar bayramida bunaqa gullar juda ko'p bo'ladi. Mana men aytgan tepalik, shu yoqdan chiqsak hamma joy ko'm-ko'k joylar bor. Rasmlarga ko'p tushgandim. Instagramlarimda bor. Telegram kanalim bor, shu yerga qo'shilib olsanglar, videoda yozib qo'yaman nomini. Men aytgan joy xuddi animedagilarga o'xshaydi. Ghibli. Shu yoqdan chiqib tepaga qarasa Yaponiyada bunaqa tepaliklar juda ko'p. O'zi 70% tog'lardan, qirlardan iborat deb o'qigandim. Mana men aytgan joy, yashil joy, yarmiga chiqdim. Yana yarmiga chiqsak juda ko'p chiroyli joylar ko'rinadi. Yakka kunda. Bu yoqda golf karta. Golf narsasi bor joyi. Golf o'ynaydigan. O'tgan yil chiqqanimda hamma yo'q ko'm-ko'k edi. Hali ko'k bo'lishga ulgurmabdi. Sekin yozlargacha ko'm-ko'k bo'ladi bu joy. Rahonat. Bu yerdan poyezd o'tgani juda chiroyli ko'rinadi. O'tib qolsa ko'rsataman. Poyezd keldi. Poyezd o'tyapti mana. Bulutlar bilan juda chiroyli ko'rinar ekan. Bu yerda velosiped minib aylanishga nima etsin? Hozir velosiped olib chiqaman bu yerga, bo'ldimi? Xuddi mana bu yerdan
chiqib qaraganda okeanga chiqayotganga o'xshab tuyular ekan. Okean sohil bo'yiga. Konnichiwa. Videoですね。はい。Tepalikqa chiqib oldim velosipedim bilan. Manzaralarda velosipedni aylanib yurib ham charchamayman, ham maza qilib aylanaman. Hop, unda bugungi vlogimizni nihoyasiga yetdi. Like, obuna bo'lishni, kommentariyada yozishni unutmang. Keyingi video universitetdagi hayotim haqida bo'ladi. Tez orada olishga harakat qilaman. Unda mayli deb qolaman. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishamiz.